boshqa bir yuzlar esa u kunda ne'matlardan mamnun, dunyoda qilgan sa'y harakatlaridan rozidir. Ular oliy jannatdadirlar. U joyda behuda so'z eshitmaslar. U joyda oqar buloq bordir. U joyda baland so'rilar, qo'yilgan qadahlar, tizib qo'yilgan yostiqlar va to'shalgan gilamlar bordir. Axir ular tuyalarga qarab qanday yaratilganiga, osmonlarning qanday ko'tarib qo'yilganiga, tog'larning qanday tiklanganiga va yerning qanday yoyib tekislab qo'yilganiga boqmaydilarmi? Bas ey Muhammad, ummatingizga eslating, zotan siz hozircha faqat eslatuvchidirsiz. Ularning ustidan zo'ravonlik bilan hukm yurgizuvchi emassiz. Illo kimki bu eslatmadan yuz o'girib kofir bo'lsa, u holda siz emas, balki Alloh uni qiyomatda eng katta azob bilan azoblagay. Zero qaytishlari yolg'iz o'zimizgadir. So'ngra ularni qiyomat kuni hisob kitob qilish ham faqat bizning zimmamizdadir.